Assalomu alaykum barchaga. Katta odam kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Ark Survival Ascended Scorched Earth xaritasidamiz va qolgan joyimizdan davom etamiz. Bu biz adashmasam 15-bo'limimiz bo'ladi. Umid qilamanki, yaxshidirsizlar, kayfiyatlar zo'rdir o'rtoqlar. Xo'p, keyingi kundamiz. Ozgina ovozni ko'tarib olishim kerak, menimcha eshitmayapman. Rexlar ushlaganmiz o'tgan safar. Bularda lekin tuxum tug'ishga endi qo'yar ekanmiz. Enable mating. Aslida sal nariroqqa borib qo'yaman. Qatga mashlarda tug'ursa, apparatga yaqinroq bo'larmidi? Eshakda tug'sa ham olaverarmidi? Hozir apparatni nimasini qo'yaylik. Qani, show range. Qani, Rexlar shuni ichida bo'lsa bo'ladi. Wow, rosa chizig'ida ekan, bo'laveradi. Hop, Rexlarimizni tug'ishga qo'yib qo'yamiz. Ular sekin tug'uradi. Qo'lni yopamiz. RGlardan 3 ta tuxum chiqqan ekan. Hamma passiv, iltimos birov anaqa qilib qo'ymasin. Bugun inshaalloh birinchi ajdarimizni tuxumini o'g'irlashga boramiz o'rtoqlar. Faqat oldin Rexlarimizni tug'ishga qo'yib qo'ysak, sanam demak, mana bu urg'ochi bo'lsa, mana bu tug'adi, u erkak. Qani ko'ramiz, qanchalik kuchli bolalar chiqadi bulardan. Demak, suv olishimiz kerak. Suv o'zi nol ekan, mana. Ovqat bor, suv aytgancha mana bular esdan chiqib-ku. Mana bular esdan chiqib-ku. Wow, chiroyligini qarang, mana bu rangini. Yaxshi. Bo'lmasa-chi, bular ham tuxumini tug'sin. Chunki bulardan chiqqan bola ham bizga kerak. Resurs sifatida ana chitin keratin degan narsa bor. Sement qilishga ishlatiladi. O'shani ishlab chiqaramiz. To'g'risi anchadan beri men bularga ham qaramabman, bir qarab qo'ying. Yaxshimisalar birachkalar. Tug'ib yotibdi bular. 177 ta ana chitin keratin. Mana bu muhim narsa. Organik polimer uchun bu nimamiz, fermamiz. Olamizda muzlatishga qo'yib qo'yamiz. Nima qilib, mana bularni ham kerak emas, muzlatishga qo'yamiz. Keyin mana bu resurslar bu yoqqa. Hop. Keyin mana buni tuzatib olamiz. Do'xtirib, full repair cost. Repair. Key olsak buni. Boshqa zirhlarimiz, oyoq kiyim yaxshi emas ekan, u ham sinaydi qoldi. Demak, uni ham qilib, full repair cost. Yana nima? Bu yaxshi. Bu ham yaxshi hozircha. Ana shunday. Hop, keyin mana bu resurs mas'ul, masjidga ketadi bu narsa. Suv olmoqchi degan. Suv olamiz hozir. Ichiga qo'ysak, mana bu to'ldirib beradi. O'zimiz ham ichib olamiz. Qorni och qolgan holatda ekan o'zi. 9. Menimcha tayyormiz. O'sha o'yinni bitta sahrani qilib qo'yib, yengil uchib kiraveramiz. Bir narsa qilib o'g'irlab chiqsa bo'ladi menimcha. Qani T-Rexlar tug'dinglarmi? Bir ko'raylikchi, hech bo'lmasa birorta bolani ochirib ko'ramiz. Mana bu qanaqa tuxum? Tornado Dragon. Faqat fertilized emas, oddiy tuxum ekan. Buni yeb qo'yamiz. Bizga fertilized kerak, o'sha erkagi bor tuxum kerak. Qani, ketyaptimi? Currently mating. Hozir men shu tug'di tuxum tug'di. Hop, qani Reximizni ochiraylikchi. Masjidlarda ochiraylik. Yaxshi. 232 chiqdi. Menimcha ikkalasidan ham eng yaxshi statuslarni oladi. Faqat ranglari bir boshqachami? Tepasi ko'k. Qaysi birini tepasi ko'k? Mana buni. O'shanga o'xshadimi? Tushunarli. Qorani bundan olibdi, qora joyda. Tepasini bu yoqdan olibdi. Hop,
Demak, bunga bitta imprint potion qilishimiz kerak. Imprint qilgani. Alhamdulillah. Imprint ortiqcha bo'lib ketdi. Nima deyapti? Qo'y go'shti. Ye, vrachga qo'rqib ketdim men. Orqamdan kelyapti ekan. Sen shu yerda turaver. Menimcha qo'y go'shti qo'y topsak yaxshi bo'lardi. Bo'lmasa yo'lga chiqaveramiz. Bu katta bo'laversin. Mana shu ko'k nimani yashil drop deyman. Mana bu towerda, xullas minorani yonida portal deyish kerak. Portalda yonida bir qo'ylar bo'lardi oldin o'ynaganimda. Yana bir ko'ramiz, qani qo'y bormi yo'qmi? Zo'r bo'lardi agar bitta urg'ochi, bitta erkak qo'y topsak yaxshi bo'lardi. Qo'y muammosi hal bo'lardi. Keyin hozir ko'raylik qani shuni birinchi. Keyin yengil anaqaga o'tib ketaveramiz. Ajdarholarning nimasiga o'tib ketaveramiz. Hop, juda ajoyib mazza. Soat mana 10 dan o'tgan 11 bo'lyapti va juda ham chiroyli holatda xarita. O'zi mash paytda olish kerak ekan videoni. Chiroyli chiqar ekan, yorug' chiqar ekan. Undan tashqari nimani ham o'yladim bugun. Iloji bo'lsa, biror kun ajdarlar o'rgatgandan keyin tez uchadigan nimamiz bo'ladi, hayvonimiz bo'ladi. O'shanda ham cho'ldagi maxsus droplar bor. O'shalarni yig'sak yaxshi bo'lardi. Zo'r narsalar chiqadi. Qani qo'ylar bormi bitta? Qani sal yashilroq, sal o'tlar ko'p bo'lgan joylarda bat. Shuning uchun qo'y bo'lish ehtimoli yo'q emas. Sekin aylanib ko'ramiz. Qani hozircha ko'rganim yo'q lekin. Qo'y go'shti o'zi menda bor, qo'y go'shti ham anaqadan chiqadi shekilli. Haligi tribelar bo'ladi-yu. Qabilalarda lut qilganimda chiqqan adashmasam. Bu raptor yurishini qarang. Alfa hayvon bo'lsa tashlashardik. Chunki levelimizni ko'tarib beradi, anchagina level beradi. Mana bitta Sayla degan hayvon yuribdi. 140. Oh my god. Menimcha zo'r hayvon bu Sayla. Sayla yaxshi hayvon. Faqat buni ushlash uchun men to'g'ri yasab olishim kerak. To'g'ri yasab, yengil. 140 yomon emas, 140. Sayla yaxshi hayvon. Ayniqsa g'orlarga kirganda ham nihoyatda qulayda. Nima qiladi? Xo'p, chalg'imaymiz maqsadimizdan ketdik. Demak, qo'y ko'rmayapman men. Sayla o'rgatamiz addushi. Qo'y. Qani? Birorta qo'y ko'rmayapman, afsuski o'zi chiqib qolar, balki bu xaritada yo'qdir. Boshqa xaritaga o'tib ushlab kelishda iloji bormi? Uni ham bir surishtirishim kerak. Agar iloji bo'lsa, yengil o'tib olib kelgan ma'qul. Hop, chunki qo'y kerak-da, shu imprint potion yaratishimiz uchun ham kerak qo'y. Cho'lda boshlanishi. Hop. Qani cho'lda nimalar bor? Xaritani ochaylik. Demak, mana biz vaqti teskari tarafdamiz ekan. Mana bu, mana shu chap tarafdagi ajdarholarning nimasi, makoni. Demak, mana bunaqasiga aylanib o'tamiz. Mana bunaqasiga aylanib o'tamiz xaritani. Tanaligini qarang. Ajoyib. O'tgan safar rosa ham qiynalib ketdim. Videoni kachestvasini to'g'rilayman deb CapCut'da qilardim odatda. Lekin CapCut anaqa qilib qoldi. Pulli qilib qo'ydi. Xullas,
belgisi chiqib turar ekan video tayyorlasangiz. Keyin DaVinci Resolve'ni skachat qildim. Shu nimasini chopilgan versiyani skachat qilib uni o'rnatib qo'ydimda, keyin yangi baribir programma. Unda videolar edit qilguncha, o'sha bir nimasini topib olguncha, nima deydi? Eng zo'r hali sifatli ustanovkalarni bilib olguncha baribir vaqt ketar ekan. Shuning uchun ancha bo'g'ildim to'g'risi. Staminaga qaramabmiz u. Qushimiz o'zi qo'nib boray dedi, men to'xtamasam bo'lmaydi. Hopcha, cho'tkiligini qarang, taniq. Hop, yaxshi bo'lmasa, men videoni pauza qilaman, sekin uchaveramiz. O'sha yetib borgandan keyin davom etamiz. Mana bu yerlarga birinchi marta kelishim. Argenteusda bor ekan. Mana bu yer 10 ta rex tushagan degasizda bo'lsa. 115 90 atak RJ kerak emas u. Lekin birinchi marta uchib kelishim shartlarga. Daraxtlar bor ekan. Yashil, anchagina yashil. Balki qo'y shu yerda ham bo'lishi mumkin. Yana RJ 150 bo'lsa o'rgatib boraman. 85 afsuski. Oldin bitta daraxt bo'lmasmidi? Men esla olmayapman bu yerda. Bu yerda daraxt yo'q edi adashmasam. Qarang, o'sha butalar qo'yib tashlashganda, buta deylam, daraxt deylam, ular kichkina daraxtlar. Yo'limizda davom etyapmiz. Afsuski heat stroke degan narsa bor. O'sha issiq urib qo'yadi. Shu issiq urish boshlandi. Pastda o'ng tarafga qarasangiz, nimani rasmi bor, vujudda rasmi bor. O'sha uryapti. Mana heat stroke yozib qo'ying. Shu yomon. Chunki ko'rinishni xiraqib yuboradi-da. O'zi boshlandi ham deyarli. Sal pal bor, yengil. Pastlaylik, sal pastlab uchaylik. Nima bor bu yerda? Diadon 135, 5, 125. Menga bitta diadon kerak. Ikkita kerak to'g'rirog'i. Har doim bola olamiz. Chunki bolasi o'ta kuchli bo'lib chiqadi-da. Chunki jangga boradi. Bitta yaxshi cho'chqa kerak. Menda yaxshi egar bor. Shu jangga boradi. Qarang, o'zi heat stroke urishni boshladi. Qandaydir xiralashib ketdi. Video sifatsiz emas, unaqa deb o'ylamang. Faqat shu mana bu nima issiq uryapti. Salqin joy topib kirib olsa yaxshi bo'ladi. Endi bitta qayerdan topsa bo'ladi? Birorta g'or bormikan? Tuxum o'g'irlashda bu xalaqit berib qo'yish mumkin-da bizga. Deyarli kelib qoldik. Mashlarga qo'nsak, mana salqinlarda o'tirsak. Hech kim yo'q bu yerda. Tinchlikka o'xshayapti. Do'q turib yotib olsak. Argenteusda ovoz kelyapti. Mashda yotsak. Bosilmasmikan? Oldin foizi chiqib turardi. Hozir foizi ham chiqmaydi. Nech foiz bo'lganini ham bilinmayapti. Qani? Shunchaki heat stroke degan yozuv turibdi xolos. Menimcha iloji uni birorta uyga kirish kerak-da, uni anaqa qilish uchun, yo'qotish uchun. Qarang, o'sha xiralashib ketdi. Juda katta xalaqit beradi-da bu. Suv yo'qmikan? Suv bo'lsa ichiga tushib olardi. Hozir qani balki mana bu qizil nimani portalni nima qilarmiz? Pastida suv bo'lishi mumkin. Yoki mabetlardami? Zo'r bo'lardi agar suv bo'lsa, ozgina suvda o'tirsak, menimcha bosilib qoladi. Bitta yo'q. Chiroyli joylar. Afsuski nima deydi, mana bu issiq xalaqit beryapti. Mana suv bor ekan. Qani suvga tushib ko'ramiz. Bo'ldi, qizil portalni pastda suv bor ekan. Mashda ham qo'y bo'lishi mumkin aytgancha. Qarang yashilligini. Qo'y bo'lsa ham bo'lib ketdi. Shuncha nima desa, voy bu batta nima bo'lyapti bola? Oho, seratozavr tashayapti, hammaga tashayapti. Hamma seratozavrga tashayapti.
Qani Raptor ko'ryapman. 55-level Raptor bor. Raptorlar chopamiz. Raptor öldü. Qani anaqa hayvonlar nima qilyapti? Xirrillayapti. Qani yotsa bo'ladimi? Yotib bo'lmas ekan. Hech bo'lmasa o'tirsa bo'lar. X, C, W, Z. Yo, prosta suvda turar ekan. Hop, chuqurroqqa tushsa bo'ladimi unda? Bo'lmadim, jejezni qizim. Jejezni men ko'rmadim, o'zalog'im. Mana suzsa bo'lar ekan sal chuqur. Bo'ldi, ana hit stroke ketdi. Bo'ldi, hit stroke ketdi. Qushimizga qaytamiz. Bilmadim, yana boshlanadimi yo'qmi? Tezroq harakat qilishimiz kerak. Hop. Xaritani och, demak, teskari qarayapmiz ekan, mana bu tarafda ekan. Mana shu tarafda ekan. Tog'da yog'i uje ajdarholarning nimasi, makoni bor. Yengil bir xullas ko'rgan tuxumimizni o'g'irlayveramiz menimcha. Tanlab o'tirish noto'g'ri. Hamma tuxumni olib chiqarish kerak. Chunki yangisini qo'yadi o'rniga. Yangisini qo'yaveradi. Bitta ochkomiz bor edi. Rex o'ldirdim yo'lda. Shuni tezlikka bersak qalay bo'ladi? Mana 100%. Qani bitta bersak 102. Shuni sal ko'tarib qo'ysam bo'lar ekan. Hech bo'lmasa 5 dan qo'shsa arziydi. Menimcha arziydi. Bitta ochkoyizga 105 bo'lsa, masalan, 5% qo'shsa tezligi. Hit stroke iltimos boshlanmay tur. Deyarli keldik. 17 minutdan beri o'yindaman. Hop, qani ko'raylikchi? Yes. Qani to'g'ri kelyapmizmi? To'g'ri kelyapmiz. Deyarli shunda 3'damiz mana. O'ng tarafda mana ajdarholarda nimasi? Chuquri deydi. Ingliz tilida trench deyiladi, chuqur. Hozir yengil 3ga qo'namizda, sekin nima qilamiz? Bir kuzatamiz, qayerda tuxum bor oldin. Keyin shu sho'ng'imiz olib turib tezlik bilan iloji boricha pastlardan uchib chiqib ketamiz. Chunki pastda boshqa hayvonlarga og'rib qolish ehtimollari bor-da. Tuxum olsak hammasi sezadi-da, sirazi. Sezib turib bir-biriga xabar beradi. Keyin quvadi bular. Qani, oh my god, o'sha ko'ryapman bitta tuxum emas, ajdarho ko'ryapman. Saharli ajdarho. Qani 40-level ekan. Joni nechi? Ko'rsatib turibdi, ko'rsat. Chiqib ketdimi? Yo'q. 3ga. Bu zaharli ajdarxon yomon tarafi qushimni ustida meni qushimdan ketkizib qo'yadi. Xullas, qushni ustidan tushirib yuboradi. O bir de tuxum ko'ryapman o'rtoqlar. Menimcha olovli ajdarxon tuxumini ko'ryapman. Bitta qiziq savol bor. Mana bu ko'z o'ynagim bilan tuxumda levelni, ikkita tuxum ko'ryapman. Poison Wyvern egg. Poison ajdarxoni tuxumi. Zaharli unchalik emas-da. Mana Fire Wyvern, mana olovli. Ana shuni o'g'irlasak bo'lar ekan. Levelini ko'rsak bo'larmikan, ha? Onu tiqilib qopti, nimaga? Yer tagiga yaxshi bo'pti, juda zo'r bo'pti. Qani levelini ko'raylikchi. Men shu tuxumni olmagunimcha birov menga hujum qilmaydi. Shuning uchun sekin ag'baq qarab turib, pastlab tuxumda levelini ko'rib olsam bo'ladi mana. Tuxum. Nechinchi level? 115 ekan. Ota-onasi 115 ekan. Demak, bu ham 115 bo'lsa kerak. Atak 115 yomon emas o'rtoqlar. Nechinchi level bo'lsa o'sha chiqadi. Men yana ozgina aylangim kelyapti. Teshiklar ko'raylik. Bitta bormi? Yo'q, bitta yo'q. Bunisida
Shu 115 yomon emas. Zaharliga umuman qiziqmadim. Ajdarholar yo'qmi? Yo'q, hali spawn bo'lmadimi ekan? Pastda qanotlar ko'ryapman. Bu yoqda boshqa bitta tuxum yo'q. Ana, oh my god, qoch, chaqmoqli. To'xta, buni levelini ko'raylik. 5k, 85. Yo, u bizni o'ldirib qo'yadi. Bu mashq hujum qiladi hozir. Nomer 1 dushman shu. Pastga tushmay turib, men bir ko'rib kelmoqchiman, yana teshiklaringni hammasini ko'rmoqchiman. Mana shu daryosi deydimi, trench xullas, mana shu chuqurda oxirigacha sekin uchib yurib ko'rib chiqadi qanaqa tuxum bor. Keyin bittasini o'g'irlaymiz. Mana shu 115 hozircha birinchi variant. Ammo teshikda ham yo'q. Qaytib kelganimizcha yana ham ko'proq anaqalar paydo bo'lib qolsa kerak, lekin qoch zaharli. Tepaga chiqaylik, bitta save game qilib qo'yay. Save game. Ashka qon. Saqlanit. Argentiya yuribdi, pastda yo'lbars quvlab yuribdi. Ajdarho. Zaharli. Oh my god. Uzoqroqdan ko'radi-da. Bu nechinchi level? 95. Chaqmoq ajdarxoni nimasi joni ko'p ekan-a? 85 edi, lekin 5 ga joni bor edi. O maktabda olovli ko'ryapman. 80-level 3.2 ga. O bitta nima ko'ryapman? Tuxum ko'ryapman. Tuxum iltimos. Lightning, yes, chaqmoqli. Hop, female. 135 mi tuxum? Shu hozir tuxumni ko'rsatyaptimi? Qani? Pastda ko'rsatyapti. Jinsi noma'lum. Lekin tushunmadim. Xullas 135 adashmasam, bitta yaxshi tuxum topdi o'rtoqlar. Hop, yana bitta tuxum ko'ryapman. Nima bu? 165. Poison ekan faqat. Zaharli ekan. Birdaniga ikkita o'g'irlashda iloji qiyinroq. U oldin bir ajdarholar o'ldirib qirib tashlash kerak menimcha. 165 ham yo'q ekan. Yana bitta 140 lightning. Ana. Yana ham yaxshiroq lightning. Lightning degani shu chaqmoqli. 140 yaxshi menimcha. Shuni olib qochaveraylik ekan, to'xtang, ozgina sabr. Ko'rib olaylik mana shu. Bo'lsa mana bu ko'prikdan o'tgandan keyin bitta tuxum bor. Juda xavfli-ku, ha? Pasayishimiz kerak. Oh my god, ajdarholar ko'p ekan. Tuxum bor. Davay ko'rsat. 190 poison. Wow. Вообще leveli zo'r, faqat nima ekan? Zaharli ekan. Matda ham bor bitta. 35 yo'q, 35 bo'lmaydi. 35 bo'lmaydi. Sal tepadan o'taylik hozir, batdan pastdan o'tgani qo'rqyapman to'g'risi. Tepadan o'tamiz. Yana ko'raylik. 160 midi? 160 chaqmoqli. Eng zo'ri o'sha hozircha. Qani, nechinchi level? 75 poison. Bu meni ko'rib keladi-yu. Вообще ehtiyot bo'lish kerak edi. Poison Viverna. O'zi hammasi xavfli bo'lardi. Viverna deyiladi o'rtoqlar. Ajdar, katta ajdar emas, lekin kichkinaroq o'zi. Katta ajdar yo'q o'yinda. Mod bilan qo'shsa bo'ladi. O'zi olib tashladim bu modni ataylab. Mana bu yaxshi devor bilan gaplashyapti. Omadingni bersin. Pastda yana bitta ajdar turibdi.
35. Pastga tushamiz. Issiqligini qarang, lavani issig'i chiqyapti bu yoqqacha. 35 leveli pastroq, u kesovun bilan urishib qo'yaveramiz. Bata tuxum bormi? Yo'q. Bata ham tuxum yo'q. Menimcha shu juda baland uchyapti-da. Urushmay qo'yaylik. O'zi stamina ham kam ekan, staminani to'ldirib olaylik. Aqlli, ozgina aqlni ishlatib. Chiroyli ekan mana. Yashil rangda bo'ladi-da, xullas zaharli ajdarlar. Chiroyli ekan, nihoyatda chiroyli ekan, boshqacha yashil. Meni ko'rdimi? Menimcha meni ko'rdi. Meni ko'rmadi. Ko'rdimi? Yo'q, nariga Argentevis bilan urishyapti. Yaxshi, omad. Hop. Sekin biz yana aylanaveramiz. 180, 190 olov yoki nima chiqib qolsa вообще udor bo'lardi, chaqmoqli. Qandaydir kam, ajdarlar. Keyinchalik ko'payib ketadi o'zi. Birinchi marta tushishimiz bo'layotgan. Oh my god, ana bo'lmasa bitta fire weaverni 15 va hamal emas ekan. Shu level paslarda aslida o'ldirishimiz kerak. Faqat bu RG bilan emasda. RG faqat tuxum olib chiqib bersa ham katta gap menga. Bu? Hozir 15 ketdi. Bizga tashlamasin. Tuxum ko'rmayapman. Bo'sh. Mana bunaqa ko'ryapsizlarmi? Teshiklar devorlarda, shularda bo'ladi. Tuxum qo'yiladigan joylari bo'sh. Menimcha oxiriga yetib keldik. O'sha lightning poison ajdarholar tuxumi bor ekan, o'ta kuchli, 190 midi. 160 midi, 140 adashmasam, bitta lightning bor edi, o'sha eng kuchlisi. Hop, shuni olamiz, bo'ldi. Bitta 140 lightning olamiz. Keyin uni yordamida boshqa nimalarni ham olamiz. Hop, stamina to'ldirib olaylik. Hozir qochish bo'ladi. Hozir o'lib qolish ehtimolimiz lekin %70 deylik. %70 yoki %80 ehtimol bor o'lib qolish ehtimolimiz. Hop. Ketdik qani. Tevaroqdan joyini bilaman. Shuni olamizda qochamiz. Faqat tepaga tushish yo'q, yerdan qochamiz. Chalg'iydi-da. Qaysidir tepalikdan o'tgandan keyin edi, tepalik deyman, ko'prikdan o'tgandan keyin edi. Bu emas. Menimcha mana bu. Mana shu ko'prikdan o'tgandan keyin. Ketdik, olg'a. Bu RG o'ldirib yubordim ekan, bu RG bilan chap tomonimizdagi Argentevis bilan urushib turadi bitta ajdarho. O'sha poison saharli ajdarho jicha anaqaroqda, g'alatiroqda. Endi bilmadim, o'zgartirishmagan bo'lsa, xullas uchalasini ichida eng slavisi o'sha deb o'ylayman. Yana bilmadim, ko'rayotganlar ichida balki arkni yaxshi tushunganlar bordir. Aniq fikrlaringni yo bilgan narsalaringni aytib ko'rsanglar yaxshi bo'lardi. Batlarda tuxum hozircha yo'q. Shu yoqqa qarab uchiramiz. Mana shu ko'prikdan keyin adashmasam. Bitta nafasimizni rostlab olamizda, keyin bor shu to'plagan nafasimiz bilan bosamiz oxirigacha. Mashlardan qochaman. Mashlardan qochib, u qizil portal tarafga qarab qochaman. Olg'a. Iloj boricha boshqa hayvonlarni oldidan yursak, ajdarlar o'shalarga chalib qoladi. Kamida ikkitasi quvadida hozir. Mana shu yerda, aniq shu yerda. Shu taraflarda edi, azmatga qo'naylik. Mana. Davay ko'rsat.
Ana 140 lightning bir vermaydi. 10 etda bitta bor. Mana bu yoqda bitta bor. Hop, kiramiz inga. Inga kiramiz. Hop, baxtimizga kamroq ekan ajdarlar. Oh my god. Nafasimizni rostlab olaylik birinchi. Oh my god, o'rtoqlar. Mana rasm yozib olay. Hop, bo'ldi, men rasm yozib oldim. Sahrani ham qilib qo'yay mana. Oh my god. Olaman, minaman, qochaman. Bismillah. Up. Go. Go. Tepaga. Hop, kim meni qo'yapti? Nahot hech kim qo'ymayapti. Yes. Ha, bo'lmasa qolganlarni ham o'g'irlab ketaman. To'xta, o'zingni bos. Hech kim qo'ymayapti ekan. Ozgina nariyoqda 160 ham, 60 midi? Bitta zaharli nima bor edi? Tuxum bor edi. Kerakmi? Amatdagi nima qo'ymadi meni? Yo, hurmatimizni bilib qochaveraylik. Mana bitta tuxum bor. Lightning yana bitta 135. Oh. Mana bitta nima bor? 125. 15 olov ajdarhosi. Birinchi lightningni olmoqchiman. Afsuski bularni urchitib bo'lmaydi o'rtoqlar. Ko'paytirib bo'lmaydi. O'zlari tabiiy shaklda tuxum qo'yadi bular. Tabiatdan o'g'irlash mumkin. Ikkita ajdar bor hozir bizda quvadigan, точно quvadigan. Ikkitani o'g'irlay olamanmikan birdaniga? Mana fotomod. Oh, mana o'rtoqlar. İşçe nefesimiz qayta olsun. Oh my god, qani. Oldim, nima bo'lsa bo'ldi. Kelyaptimi kimdir? Bular quvmaydigan qilib qo'yishganmi? Quvmayapti. Olg'a, quvsa quvmasin, nima farqi bor? Xo'p, olovni ham o'g'irlaymiz. Qo'l. Qani olovni ham ko'rib qo'yaylik. Mana o'rtoqlar. Wow. Mana. Xo'p. Menimcha meni hech kim quvmayapti. Juda yaxshi bo'pti-da. Buni ham o'g'irlaymiz. Qochin. Endi ham qochuv. Nima bo'lsa bo'ldi. Go. Tepaga qarab avtomat yoqamiz, avtopilotni. Avtopilotni yoqdim, go. Qani hech kim quvmayaptimi? Rostdan, Bu nariyoqda ham bitta nima lightning yuribdi ekan. Rostdan bular yo garang bo'lib qolgan. Bilmadim, yo meni ko'rishmadi, yo masofasini qisqartirishganmi? Quvadi, o'zi o'shanisi bilan qiziq edi-ku o'yin. Ana, o tashqarida bitta ajdarho yuribdi. Hop, go. Mapga qo'nib olaylik, o'yinni saqlanib qilaylik. O'yin crash berib. Shuncha qilganimda, haligi deydi-yu. Save game. Yaxshi. Men uyga boraman endi. Uyga uchaman o'rtoqlar. Demak, bugungi bo'lim ozgina qisqa bo'laveradi. Mana shu to'xtataveramiz. Uyga qarab uchaman. Inshaalloh mana tuxumni o'g'irladik. 3 ta tuxum o'g'irladik. Mana levellari ko'rsin. Ota-onasining leveli 140. Bilmasam o'zini levelini men to'g'ri ko'rdimmi? Mana buniki
olovniki 125 ota-onasi. Yana bitta bor 140. Ama bu 135. Ha, bo'ldi. Yaxshi, endi o'rtoqlar keyingi safar inshaalloh tuxumlarimizni ochirib, katta qilib, bolalarni katta qilib sinab ko'ramiz. Inshaalloh shunaqa ish qilamiz keyingi safarga. Mana to'g'ri ketyapmiz, yashilga qarab uchaveramiz. Tepaliklarda dam olib ketamiz. Xo'p, keyingi bo'limlarda kutib qolaman sizlarni. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Zo'r bo'lim bo'ldi, hayajonli bo'ldi. Faqat quvishmagan, ozgina chatoq bo'ldi-da, deymi? Chunki anaqa holisda bir adrenalin kerakda. Mayli, endi nima, omad keldi. 3 ta tuxum o'g'irladik. Bitta zahar ham olmabmiz, leveli baland zaharda olmabmiz, mayli. Olamiz hali undan ham. Hop, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Keyingi bo'limlarda ko'rishamiz. Bye.